Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz do'stlar? Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Tour firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga iyul oyiga yangi narxlar, umra narxlari qancha bo'lyapti va shart-sharoitlari qanday bo'lyapti? Shular haqida batafsil ma'lumotlarni siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoni maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Ahrorbek bilan birgalikda davom ettiramiz. Ahrorbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlarimiz yaxshimisiz? Ahrorbek, hozirgi kunda mana yangi reyslar yo'lga qo'yildi deyildi. Ya'ni 1-iyuldan yangi yo'nalishlarimizga reyslar qo'yildi deyildi. Shundan hozirgi kunda safarimiz haqida ma'lumot berib o'tsangiz, ya'ni safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shularni birma-bir obunachilarimizga yoritib bersak. Xudo xolasa safarimiz 14 kunlik bo'ladi aka. 3 kun Madina-i Munavvarada bo'ladi, 11 kun Makka-i Mukarramada bo'ladi aka safarimiz xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari taomlarimiz haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsangiz, ya'ni hozirgi kunda Madinada necha mahal va Makka-i Mukarramada qanday ovqat taomlar beriladi? Madinada aka 2 mahal ovqat beriladi. O'zbek milliy taomlari beriladi. O'zbek oshpazlari xudo xolasa xizmatda bo'ladi. Xizmatda bo'lishadi aka. Makkada 3 mahal ovqat beriladi. Hatto ham aka o'zbek milliy taomlar o'zbek oshpazlari xudo xolasa aka. Xudo xolasa. Ya'ni taomlarimiz ibodatga quvvat bo'ladigan taomlarda iste'mol qilishadi, xudo xolasa ziyoratchilarimiz. Hurmatli obunachilar, yana ham to'liqroq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlar bemalol yoniq. Agarda siz musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bemalol bog'lanib, joylarini bron qilib va qachon qayerdan reyslar bor, shularni batafsil so'rab borishlaring mumkin. Xo'p, Ahrorbek, yana bir narsa, hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz yo'lga qo'yilgan? Hozirgi kunda aka mana tayyor ko'ramiz. Birinchidan Farg'ona yangi oyda birinchi sanasiga Farg'onadan Jiddaga to'g'ri aka. Ya'ni 1-iyuldan. 1-iyuldan. Iyuldan Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha 7-ga bor aka, 8-ga, 7-ga Toshkent Jidda bor aka, 8-ga yana Farg'ona bor, 15-ga yana Farg'ona bor aka, 22-chi, 29-ga Farg'onada Jiddaga. Reyslarimiz bor aka. Ya'ni hozirgi kunda Toshkent Jidda va Farg'ona Jidda yo'nalishlari bo'yicha reyslar yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, shuni ham inobatga olib qo'yinglar. Hozirgi kunda reyslar to'g'ridan-to'g'ri Centrum Air samolyotlarida parvozlarda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Albatta like bosib, obuna bo'lib, mana shunday videoda, mana shu joyga kelgan joyda podelitsiya qilib, yaqinlarga, qarindoshlar guruhlariga, oila a'zolar guruhlariga maksimal darajada tarqatib qo'ysalar, biz juda ham xursand bo'lardik azizlar. Ahrorbek, yana bir narsa, hozirgi kunda firma tomonidan bonus tariqasida berilayotgan narsalarimiz haqida ham bir ma'lumot berib o'tib ketsak. Firma tomonidan beriladigan bonuslar aka bejik beriladi. Aslamni juda zarur bo'ladi, kerak bo'ladigan narsa. Bundan tashqari aka bo'yinbog' samolyotda yoki avtobuslarda ketilayotganda juda zarur bo'ladigan narsa, kerakli narsa aka. Kamzil beriladi aka. Ya'ni Centrum Holidays logotipi tushirilgan, xudo xolasa. Ha, tushirilgan aka mana. Xudo xolasa. Demak, mana shu kamzillarni ham hurmatli obunachilar inobatga olib qo'yasizlar. Tushirilgan. Sumka beriladi aka. O'zlariga kerakli jihozlar solib bemalol solib yurishaveradi aka, xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'ryapsizlar. Agarda yana ham to'liqroq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Xo'p, bundan tashqari Ahrorbek, hozirgi kunda gostinitsa oraliq masofasi juda ham eng dolzarb mavzulardan biri. Birinchi bo'lib gostinitsalar qayerda deb ziyoratga otlanayotganlar so'raydi. Shunga Madina-i Munavvarada qancha bo'ladi va Makka-i Mukarramada qancha kilometr tashkil qiladi? Madinada aka 200 metrdan 300 metrgacha bo'ladi. Makkada primo 700 metr oraliq masofa bo'ladi aka. Bemalol piyoda borib kelishlari mumkin. Avtobus bo'lmaydi aka. Ya'ni piyoda bemalol o'sha 2-3 daqiqada yetib borish imkoniyati bor. Bemalol borib kelishadi. Demak, hurmatli obunachilar, shuni ham inobatga olib qo'yinglar. Bu 700 metr degani bu 3 minutlik yo'l degani-da bu. Xudo xolasa. Keyin aka Comfort Plus degan paket bilan birlasha oladigan paketda bu. O'zi standart plus paket bu. Bu Comfort paketi bilan birlasha oladigan standart plus paketi. Hurmatli obunachilar, shu joyiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringizni
xursand qilmoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing va joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, Ahrorbek yana bir narsa. Bundan tashqari misol uchun ziyoratchilar 14 kun mobaynida 50 boshlar billa borib billa keladimi? Billa borib billa kelishadi. Hamma yo'l yo'riqlarni o'rgatib, o'zlari bosh bo'lishadi 50 boshlar. Ya'ni tushunchalar berishadi. Tushunchalar berishadi aka. Bundan tashqari sayohat va ziyoratlarga olib chiqiladimi? Sayohat ziyoratlar bor aka. 10 dan ortiq ziyoratlarimiz, sayohatlarimiz bor aka. Qo'shimchasiga Qizil dengiz bonusi ichida aka. Ya'ni Qizil dengiz sayohati ham ichida. Hurmatli obunachilar, mana shu joyga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Bu standart plus paketi ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohat qilib kelish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Xo'p, Ahrorbek, endi yana bir narsa, hozirgi kunda to'lovlarimiz va bundan tashqari narximiz necha pul bo'lyapti? Ya'ni 14 kunlik umra ziyoratini narxi necha pul qilib belgiladingiz? Hozir aytib o'tib ketgan sanalarimizga. Hozirgi kunda aka to'lovlarimiz Telegramdan aloqaga chiqsa, shot raqamlar tashlaymiz. O'sha shot raqamga to'lov qilsa bo'laveradi. O'zlaridan yaqin, o'zlariga qaysi biri yaqin bo'lsa, bank o'sha yerdan shot raqamni to'ldirsa ya'ni bank orqali to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Ya'ni so'mda. Bemalol so'mda. So'mda amalga oshirishadi. Narximiz qulay bo'lgan joydan aka. Narxlarimiz aka $1100 chiqarganmiz hozir. Xudo xolasa aloqaga chiqsa, chegirmalar qilib beramiz. Chegirmalar qilib beriladi. Hurmatli obunachilar, ana eshitlaring, $1100 dan to'lovlarni o'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishlaring mumkin. Agarda misol Farg'ona, Marg'ilon yoki Andijondan yaqin o'rtada bo'lsa, Marg'ilondagi ofisga kelib ham to'lovlarni amalga oshirishlaring mumkin. Bemalol aka. Kelishaveradi. Kelishaveradi aka. Ekranda raqamlar, bemalol bog'laninglar, aloqaga chiqinglar va joylarini bron qilinglar azizlar. Xo'p, xudo xolasa Ahrorbek telefon qilishadigan bo'lsa, olijanoblardan ko'rib telefon qilyapman desa, bir bonus va chegirmalar qilib berasizlar. Beramiz aka, xudo xolasa. Gap yo'q. Do'stlar, bizni kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Olijanoblar kanalidan aslo yiroqlashmang. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Sog' bo'ling.